Привет, дорогие друзья! Всем здравствуйте! Меня зовут Madina Rustamovna. Hammaga assalomu alaykum. Ismim Madina Rustamovna. Друзья, bugun men sizlarga juda ham oson tarzda rus tilida gap tuzishni o'rgataman. Siz grammatika yodladingiz, so'z yodladingiz, lekin gapni nimadan boshlashni bilmayapsizmi? Друзья, xavotir olmang, bu tabiiy hol. Chunki bunday holatlar meni o'zimni onlayn va offlayn o'quvchilarimda ham bo'ladi. Tak, друзья, bugun men sizlarga ikki xil gap tuzishni o'rgataman. Birinchisi oddiy gap, просто fikringizni aytishingiz, ikkinchisi esa savol berishni ham o'rganamiz. Tak, дорогие друзья, yaxshilab o'tirib olamiz. Agar imkoni bo'lsa, oldingizda daftar ruchka bo'lsa yaxshi bo'ladi, chunki men sizga bugun faqatgina nazariy, ya'ni baltach qilib emas, balki pismenniy yozma vazifa ham beraman. Tak, значит, bugungi birinchi mavzuyimiz bu rus tilida gap tuzish formulasi. Bekorga matematikada har bitta masalani formulasi yo'q. Даже rus tilida ham, men tillarda ham gaplarni to'g'ri tuzish formulalari mavjud. Bu juda ham oson, друзья. Agarda siz grammatika o'rgangan bo'lsangiz, slovar yodlagan bo'lsangiz agar, bugungi meni mavzuyimni juda ham oson tushunasiz. Agar Madina Rustamovna, men hali endi boshladim, hali darslarga qatnashmaganman deydigan bo'lsangiz agar, ushbu pastdagi raqam orqali telefon qilib, mana chiroyli admin qizlarimdan mana rus tili offlayn va onlayn darslarimga yozilishingiz va rus tilini oson va tez o'rganib razgovorga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Поехали. Demak, siz rus tilida har doim oddiy gap tuzmoqchi bo'lsangiz agar, gapni boshiga существительный, ya'ni otni qo'yasiz. Существительный bu nima degani? Bu ko'zimiz ko'rib turgan barcha jonli, одушевленный, jonsiz, неодушевленный so'zlar. Misol uchun ya, то есть Madina Rustamovna, har doim gapda ikkinchi bo'lib siz gлаголni qo'yasiz. Gлагол nima degan, друзья? Gлагол bu biz qilgan, qilmagan harakat. Bormoq, kelmoq, yemoq, ichmoq, javob bermoq. Shu so'zlar rus tilida gлагол, ya'ni harakat degani ekan. Va so'ngra siz uchinchi bo'lib gapda падежni ma'noga nisbatan qo'yasiz. Теперь давайте, demak, существительный, глагол, падеж kelar ekan. Xo'p, misol uchun men rus tilini o'rganyapman. Ya bu men degan. Ikkinchisi gлагол nima qilyapman? O'rganyapman rus tilida изучаю. Nimani? Bu уже ne bo'lib ketyapti. Rus tilini bo'lsa русский язык bo'ladi, друзья. Ko'rdingiz? Давайте bir nechta gaplar keltirganman. Bittasini sizga tarjima qilib ko'rsataman. Qolganini esa o'zingiz, значит, tarjima qilib menga ushbu videodagi kommentariyga gaplarni tarjimasini yozib qoldirasiz. Значит, men kitob o'qiyapman. Ko'ryapsizda, друзья, rus tilida men kitob o'qiyapman deyapti. Rus tilida esa o'qiyapman gapni o'rtasiga kiradi. Men я o'qiyapman, читаю, kitob, knigu. Nimaga Madina Rustamovna kniga bo'lmadi, kitobku? Chunki adabiy tilda men kitobni o'qiyapman deydi va bu падеж bo'lib ketadi. Так, идем дальше. Ular film tomosha qilishyapti. Ular, они tomosha qilishyapti. Смотрят film. Они смотрят film. Shu tarzda ushbu gaplarni tarjima qilasiz va menga, ya'ni ushbu video tagiga yuborasiz. Men albatta siz javoblaringizni tekshirib, to'g'ri bo'lsa, молодец deb, отлично deb yozaman. Agar xatosi bo'lsa, sizga to'g'rilab beraman. Хорошо, demak, gap tuzish formulasi ot, gлагол va падежdan iborat ekan. Eng boshlanishi. E'tibor bering, друзья, bu yerda paytlar qo'shilishi mumkin, to'ldiruvchilar bo'lishi mumkin. Men sizga oddiy endi yurayotgan chaqaloqqa o'xshab oddiy gap tuzishni o'rgatyapman. Сразу katta gap tuzishga harakat qilmang, пожалуйста, друзья. Идем дальше. Endi biz siz bilan savol gap tuzish formulasini ko'ramiz. Har doim rus tilida savol bermoqchi bo'lsangiz, so'roq so'zlarni gapni boshiga birinchi qo'yasiz. So'roq so'z nima degani deysizmi? Bu qachon, qayerda, qayerga, nimaga? Yana qanaqa savollarimiz bor? Soat nechida degan so'zlar, например, где, когда, куда, во сколько, для чего so'zlari hammasi gapni boshiga qo'yiladi, друзья. Tak, misol uchun, значит, gapi boshiga vопросni qo'yamiz, savol so'zi. Keyin otni qo'yamiz. Boya aytdik-ku, что там ko'zimiz ko'rib turgan hamma jonli-jonsiz narsa bu ot yokida olmosh qo'yamiz. Olmosh degani bu я, ты, он, она, мы, вы, они. Shu so'zlar, друзья, bu otlar degani ekan. Va потом keyin уже biz gлаголni qo'yamiz. Misol uchun, sen qayerda o'qiysan? Sen qayerda tahsil olasan? Где? Savol so'zi. Ты
Существительное, ya'ni almashib qo'ydik, потом учишься tahsil olasan va albatta gapimiz oxiriga so'roq belgisini qo'shishimiz kerak bo'ladi. Shunda yozishganda bu savolligini bilamiz. Gaplashganda esa intonatsiya где-то учишься. Mana shunaqa savol bo'lishi kerak. Давайте keyin gapni ko'ramiz. Siz nima yeyapsiz? Ko'ryapsiz, nima so'zi gapi o'rtasiga kelyapti, lekin rus tilida gapi boshiga chiqadi. Значит, nima bo'lsa, что siz, вы yeyapsiz, едите. Что вы едите? Adashtirib yubormang. Едите bo'lsa ketyapsiz, едите bo'lsa yeyapsiz degani ekan. Ikkinchi gapimiz ro'ziga, u nimani oldi? U nimani oldi? U deb biz o'zbek tilida jinsini ajratmaymiz, lekin rus tilida erkak ayolga qarab on yoki ana deb aytamiz. Keling, birinchi onni gap tuzamiz. Значит, nimani oldi? Nimani это у нас что? Что он взял? Взял bu olmoq degani. Agar женский rodda bo'lsa, что она взяла bo'ladi. Xuddi shu tartibda hozir ekranda ko'rib turgan, значит, barcha oddiy, sodda savol gaplarni ushbu videoning tagiga tarjima qilib yozib qoldiring. Друзья, agarda sizga videom yoqqan bo'lsa, juda ham xursandman. Albatta, video ostiga o'zingiz fikringizni qoldiring. Agarda sizda yana qanaqadir qiynalayotgan mavzularingiz bo'lsa, savollaringiz bo'lsa, bemalol ushbu video tagiga qoldirishingiz mumkin. Albatta, shaxsan o'zim videoning kommentariyasini ochaman va savollaringizga maksimum javob berishga harakat qilaman. Like bossangiz juda ham xursand bo'laman. Друзья, да-да-да. Как ваше настроение? Отлично, молодцы, на этом все. Спасибо, пока-пока.